Yemi nasos sezon başladı deb turib mana bismillah deb boshladik nasoslarni. Nasos sezonda aksiya qilamiz biz endi. Bunday aytganda yelga jengilik qilish kerak bo'lib o'tadi. Nasosning eng yaxshi jog'i bu. Qaysinisi nasos eng kuchlisi desa, bunday visokonaporniy bo'ladi. Visokonaporniy. Buna jo'nakay prostoy nasoslardagi bor bunday. Mana. Bu visokonaporniy emas. Endi bardig'i bilsa kerak. Bilmaganlar uchun bir sira tushuntirib o'tamiz. Eng yaxshi nasos buna bo'ladi. Qanday bo'l desa, bu visokonaporniy. Buni ichida kirchatkasi bo'ladi, olisga haydaydi, visotaga uzun jerini haydaydi. Dag'i buni xarakteristikasini yozib qo'ygan. Mana. Kubichkizidagi aytib qo'ygan, оборотындagi yozib qo'ygan bu yoqda, tortishdagi bu yoqda pastdan diametr 50 razmerda tortadi. Eng kuchlisi buna. O'sha filma bo'ladi. Ana buni emi sezon kelganda nasos senasini ko'tarib bular degan so'zlar bo'lmaslik uchun biz buni kelishindagina aksiyaga tushirib qo'ydik buni-chi. Bunday aytganda burun bu 15 ming so'm sotilgan nasos. Endi hozirgi uchurda elga jengilik bo'lish uchun biz aksiya qilib buni qanday qilsak ekan deb o'ylanib, kengashib 11 ming so'mdan qilib qo'ydik. 11 ming so'mdan visokonaporniy, benzinli, soatni 1 litr расход qiladi. Ishlashi kachesasi yaxshi, xudo xolasa. Ana yo'q, menga kichkinaroq razmer degan kishilar uchun o'zi nasatkalardi bor bunday. Kimga kerak bo'lsa, Qarasuv bozor, 6-qator, 2-konteyner. Muhammed deb izdeb kelarsizlar. Mo'sh sizlar alisdanman men, bora olmayim degan kishilar uchun ola turgan bo'lsa, bunday biz upakovka bo'yicha jo'natib beramiz mana. Yashda korobka bo'yicha. Ustida telefon nomerini yozib, adresimizni yozib qo'yamiz. Ketayotgan adresga jo'natib qo'yamiz, biroq jo'l qilaqsini berib to'sib olasizlar. Bizda deregimiz Qarasuv bozor, 6-qator, 2-konteyner. Muhammad deb kelaverasizlar. Kimga qiziqti bo'lsa, kerak bo'lsa, baylanishib WhatsApp primoy nomeri bilan so'rashsak bo'lar.